بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحجر. الحجر لغة المنع، لغة ما نسوكين اصطلاحا منع الإنسان من التصرف في ماله. إنساننا özünün ülkedeki iqtisadi tasarruf qilishdan cheklab qo'ygan. Aslida har inson o'zining qo'lidagi iqtisodni tasarruf qilishda to'liq huquqli. Ya'ni uni bizga berib o'tamdi, bir narsa olamdi, sotamdi, qanday qilsa huquq. Lekin ba'zilar aql joyi bo'lmaganlikdan, sarang'oqlikdan yoki do'to'g'onlikdan o'zining iqtisodini joyida muhofaza qilib saqlayolmaydigan bo'lg'achqa, yana ba'zilarning iqtisodida boshqa insonlarning haqqi bo'lg'achqa, boshqaning haqqini qo'llash uchun buni o'zining iqtisodini tasarruf qilishdan cheklab qo'ygan ahvol bor. Kitabul Hajr ya'ni shu insonlar shunda mol iqtisod tasarruf qilishdan cheklashga munosabatli ahkomlar bahs qilinadigan bo'lim. Hajr deganda mana bu Qur'on Karimda hajr degan so'z shunda mana ma'nosi kelgan. Va hijran mahjura alfi dalika qasamul ladhi hijr. Yani hijr degan misol aql degan bo'ldi. Ladhi hijr degan aql. Lekin bu yerda shu aql ashuni qalaymiqan ishlarni qilishdan to'sab turadigan narsa bo'lg'achqa, aqlni endi hijr deb atagan. Aql deganmi bog'lab turadigan degan bo'ldi-ku. Yani boshqa qalaymiqan ish qilishdan bog'lab tutib turadigan narsa degan bo'ldi. Yani hijrga aql. Yani bu mana ma'nosi kelgan. İstilahi ma'nosi shu mazmundan olingan. وَالنَّظَرُ فِي هَذَا الْكِتَابِ فِي ثَلَاثَةِ أَبْوَابٍ. Bu bölümde biz üç babda ayırıp bahs qilamiz. El-bab el-awwal fi asnaf el-mahjurin. Hajr qilinganlarning turlari. Hajr qilinganlarning turini odatda olimlar ikkiga ayirgan. Yani o'zining manfaati uchun tasarruf qilishdan cheklab qo'yilganlar, boshqalarning manfaati uchun, boshqalarning haqqi uchun cheklab qo'yilganlar. O'zining manfaati uchun sarang ya endi dot odam bo'lsa, pulni buzib cheklashni deb to'sab qo'ysak, bu o'zining manfaati uchun. Ondan sarmoyasida ayrilib qolgan, boshqalar qarz bog'lab qolgan bo'lsa, qo'ldagi mol-mulkni boshqa berib hajab o'tib qolsa, boshqa pulini olmay qoldi deb uni tasarrufdan cheklab qo'yish bu limaslahati g'ayrihi. الثاني متى يخرجون من الحجر. Unda cheklanib qolsa, shuni tasarruf qilishdan cheklab qo'ydik. Cheklab qo'ygandan keyin bular qachon shu cheklashdan qutuladi, bo'shina oladi demoqchi. Va mata yuhjaru alayhim. Qachon hajr qilamiz, qachon bu hajrdan qutuladi va bi ayyi shurutin yakhrujun. Qanday shartlar tepilsa chiqadi, qutuladi. الثالث في معرفة أحكام أفعالهم في الرد والإجازة. Üçüncü bab baş kişilərinki, həcr qılınğan kişilərin şərəkətlərinin bəzisini maqul deb küçükə ega qılıb, bəzisini rədd qıldığı əhvalı var. Şunu bəhs qılıb. El-bab el-awwal fi asnaf el-mahjurin. Və həcr qılınğan kişilərin türləri. Ecma' el-ulama ala vujub el-hajr ala el-eytam ellezina lam yablughu el-hulm. Balag'at ketmagan yetim yesirlarga ashunda hajr qilishning vojibligida olimlar birdek ittifoq kelgan. Bu yetimlarga dedi, yana balag'atga yetmagan bo'lish kerak. Liqawlihi ta'ala: "Wa batalul yatama hatta idza balagun nikaha fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum." Ve betalul yetama degan yetim yesirlarni da sinab bakılmalı. Mesela 11 yaşga, 13 yaşga vaqtlarda balag'atga yetay deb qolgan chaqda lo'putmani kechirам, mani ilib kel deb bunda buyurib, yoki do'konda o'tqazib, buni sotqizib, masalan, do'konchi bo'lsa, endi sinab bakamiz. Aqlo'shi joyda sagak o'sha bo'lsa, u o'zining manfaatini qo'llab bir narsa olgan chog'da baho talashib, qimmat afsanmay, bakal pulni berib o'tmay, o'zini manfaatini qo'llaydi. Qo'ldan ekan, sinab baqqan ekan, uni balog'at ketgan chog'da o'zining pulini beranglar. Bir balaning olsan
Daz ülkesi ilgiri ma balamızla qarab qo'yishlar. Mana iqtisod deb o'zining sheriki yoki ag'inisi ya bir ahli ilmga topilib qo'yib vasiyat qo'yib ketgan bo'lsa, shu kishi shu yetimning milini qo'lda tutib turdi. Yetimga manfaat shaklda tasarruf qilib qo'ydi. O kishi bola o'zining iqtisodini tutolmagan. Keyin shuna balog'atga yetay deb qolgan chog'da undan chimsh pul tutqizib boshida sinab baqsa, o'zining manfaatini o'zi qo'llaydigan. Endi o'sha bola bo'lsa, balog'atga yetgan chog'da o'zining iqtisodini mana dadangdan qolgan pulmavi, tijorat qilamsa, ya do'kon ochamsa, deb ya bijelimga topilib bir qo'yam do'shilik qilib yoki qo'liga tutqizsimi tutqizdi. Demak, shu balog'atga yetganga qadar yetim ballolab qolsa, bular o'z mulkini o'zi tasarruf qila olmaydi. Bu shunga ijmo kelgan. Masalan, shunda balog'atga yetgan yetim bola shu yo'g'adini uydiga buzib chechirsa, buzib chechirsa shu tazisdan qolgan hisobini tutib olgan. Balog'atga yetganlik sinab, balog'atga yetgandan keyin sinabni o'z pulini bir ona deb chiqib turib, yana ben balog'atga yetganlarga o'xshamaydi. Ba'zan 11 yosh, 12 yosh bo'lsa, u bola kichik yurlar haqiqatan balog'atga yetib berish uchun burun iqtisodni to'g'ri qiladigan odatda alayda iqtisod bilan tutadigan bo'lsa, balog'at o'shandan balog'atga yetishdan burun sinabni o'tgan bo'lsa, dars bo'ladimi? Yo'q, bo'lmaydi. Çok balog'at. Balog'at nikah demasmi? Hashim bir g'oya belgilab qo'ydi. Balog'at yetgandan keyin undan qo'liga topshirdi. Hatta balog'at yetgandan keyin buni fayn anastum minhum rushdan to'g'ri tasarruf qila oladigan, aqli shu joyda o'zining manfaat qo'liga olib ayında eskisanglar, aqlni ko'rsanglar, undan qo'liga beringlar. Endi balog'atga yetishni biz bir necha ahvol bilan bilamiz dedik. Birinchi babulda masalan ehtilam ko'rish yoki qizlar hayz ko'rish yoki al-inbat avrat joylarga shu balog'atga yetganligi dalolat qilgan nima paydo bo'lsa, bu balog'atga yetganning alomati. Yana bu olimlar agar bunda alomatni ko'rilmasa, yosh bilan belgilaymiz. Masalan, bir mazhabda 18 yoshda belgilash. Başka mazhabda 17 yosh deyish mumkin. Masalan, shunday ahvol faqat ko'riladi. Bu ahvol mesela ehtilom bo'lmoqda. Ya inbat yo'q ekan. Buna 18 yosh kelgan chog'da balog'atga yetdi deydi. واختلفوا في الحجر على العقلاء الكبار إذا ظهر منهم تبذير لأموالهم. Yani çoğu adamı var, çoğu ballı var. Adeti normal ama çoğu ballı bu yetim değilmeydi. Yetim diyen balağatga yetken kadar oldu. Onun için yetim oldu. Fakat onun bi'atibar ma kana yetim desin. Degan çoğu bir balı iken bu. Özden iqtisadi baken bu pulni buzib chashqil turibdi. Bunda ahvolda bunun aqlimi toza joyida emas ekan, xuddi sarong'a o'xshashgan bumi deb buni tasarruf qilishdan cheklab qo'yamdi. Buni olimlar ittifoq emas. Nima uchun degan chog'dan bu men buzsam o'zimning pulni buzdim degan bilan keyin o'zining pulni buzib chechirib biror ahvolga duch kelib qolsa, yo og'rib qoldi, yo bir voqeaga uchirdi, bir ahvol bo'lsa, bu atrof tikilgan ig'ishligini sho'toni. Yani davalanish uchun boshqa yordam qilmaydi, turmushni qamdash uchun boshqa yordam demak, bu jamiyatga bir shukuldigan ahvol bo'lg'achqa, bu jamiyatning jamoatchiligi yoki shu chog'dagi shariat qonunini ijro qiluvchi o'rinlar bunga shunda chek qo'yamdi, qo'ymamdi demoqchi. فذهب مالك والشافعي وأهل المدينة وكثير من أهل العراق إلى جواز ابتداء الحجر عليهم بحكم الحاكم. هنا حاكمنا قاضينك hükmüyle çoğu adamlıgımı pul buzub çetilgalı bulup qalsa, şunu tasarruf qilishdan cheklasak bo'ldi deb qarab. Yani bu mutlaq ko'pchilik olimlar, yani jumhur. Hatta İmam Abu Hanifa'nın sahibining mushundan billan, mushuni qilib ketgan. Abu Hanifa yolg'iz qilib qoladi. وذلك إذا ثبت عندهم سفههم. Mana shu hakim tekshirib aniqlagandan keyin bunun zada shunda dötke ve garazlike ispatlangan bo'lsa ve a'dara ilayhim degan ularga tanbihroq bundan kim buzib chatsang menda aql huquqini mahrum qilib turgan ishga kelib chiqadi deb
agahlandır özrü bayan qıplar özrü qaldığı degan azar alayhim va laqad a'zara man anzar özrü qo'ymadi degan gap bor. Yani ular özrü bo'g'dak bir aham qo'ygandan keyin agahlandırıp bunda qilma bunda qilsam huquqingni mahrum qilinsa deb nechiqadim agahlandirgandan keyin yana shu bag'razlik qilib pul buzib chechiversa فلم يكن عندهم مدفع onu qarta o'zini aqlig'idak hech qanday bir bahona sabab qilmagan chaqda hajr qilmaymiz debdi. وهو رأي ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم. Bu sahabenin müşkillerine karşı yaptı. Başkalarının karşı buluşu mümkün, köpçülük sahabenin karşı buluşu mümkün. Köpçülük sahabe ve tabiinin. وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل العراق إلى أنه لا يبتدأ الحجر على الكبار. أبو حنيفة وإراق أهلدين bir grup alimlar çoğun kişilerge hacr kılınmaydı. İmam Ebu Hanife'ninki adette bu şu insani erkinlik, insani iradeni fevkalade kadirlediğin haşi eğer fıkhınımızda. Bize kul meselesi de olsun, müşünde çekleş meselesi de olsun, erkinlikini çeklep koyduğun ne olup kalsa asasen bundan karıştırılır. Ebu Hanife Batalul Hürriyet ve Tesamüh da kitapta yani şu Ebu Hanife'de erkinlik haşi insani iradeni çeklemesi haşi eğer olğaçqa tafsiri ahkamında bir burada to'xtalgan chaqda ko'pincha cheklim qo'ymaslik inson xoliqini qilish lozim degan shu tarafni tutadi. Ba'zi ancha-muncha tuvan ya yuqori bo'lsa bo'ladi lekin osh tarafni yaqlaydi ko'pincha. Masalan qizlar o'zining irodasi bilan to'y qila oladi degandek. Shumi iroda insoniy. وهو قول إبراهيم وابن سيرين يعني تابع لادن إبراهيم النخعي محمد بن سيرين قرشيه تبته يعني ظاهري لما مش قرشته دائما سلم كتابنا أصدق بيان قتما أهل الظاهر أبو حنيفة قرشيه شو أهل الظاهر قرش نما وهؤلاء انقسموا قسمين يعني شو لما يمزبنا دب قرأ الله أبو حنيفة وأهل الظاهر مشولا إشكي قرقون ويكتو زراده öz içinde iki kısmı ayrılıp gitti. فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ الْحَجْرُ لَا يَجُزُ عَلَيْهِمْ بَعْدَ الْبُلُوغِ بِحَالٍ وَاِنْ ظَهَرَ مِنْهُ التَّبْذِيرِ Bazılar balagatga yetgandan keyin bu olayda pulni buzib chiqqanida ahvol bo'lsa, zada har qanday ahvolda u aql holati balagatga yetgan keyin pulni buzib chiqqan bo'lsa, uni hargiz chekmaymiz. İnsanın erkinligini unda cheklab qo'ydigan yo'q. O'zi hur, o'zining puli ekan buzib chiqsa, bizga berib o'tibdi. Pulni taqibdi maydonga chiqib. Qanday qilsa o'zining erkinligi. Wa minhum man qala إن استصحبوا التبذير من الصغر يستمر الحجر عليهم. بلاغت ketgandan killa bunda aql bulab, yaxshi tasarruf qilish ahvol ko'rolmay, kichkidan tatib bu pulni buzib chiqgan bo'lsa, balog'at ketgandan keyin bu pulni buzib chiqgan bilan davom etdi. Kichkidan shunda balog'at yetishdan sal burunmi pulni buzib chiqgan. Balog'at ketgandan keyin bu shunda pul buzib chiqgan bunda davomlashgan bo'lsa, orliqda to'g'ri tasarruf qilish ahvoli ko'rilmagan bo'lsa, buni cheklasak bo'ldi debdi. Va in zahara minhum rushdun ba'dal bulugh. Buna balog'at ketgandan keyin to'g'ri pul xizlaydigan bo'lib, uningdan keyin andin summa zahara minhum safa andin bag'razlik paydo bo'lib qolgan bo'lsa, fa haula la yubda'u bil hajr alayhim. Ularga hajr qilmayman. Bu bir qatim aqlli bilan tasarruf qilgan ahvol bo'lgan. Bundan keyin uni cheklab qo'ymaymiz. Ama anda cheklash, başı insanni qadrlaganlikmi, ya qo'g'diganlikmi yoki uni insonligini to'nchiratganlikmi? Qanday qilganlar? Cheklaganda qo'g'digan bo'ladi. Ular aqlga qolsa, ashanga qolib qoladi. Ular endi safarga galonlar taraf qolsa, shuni huquqini qo'g'digan bo'ladi. Hozir shu anda ulamolarningki xohishi shu masalada nishqilib qoldi. Abu Hanifa erkinlik zodi bu eng yuqori bir qimmat. Mush erkinlikni qo'dab qilishimiz lozim. Boshqalar mol-mulk shuna zulmlasidi, buni erkinlikka ma'lum darajada cheklik buni. Pul buzib chiqqandan keyin bu o'ziga va atrofdagi ziyon urush doirasiga ma'lum bo'ldi, ularni to'xtan deb cheklab qo'ymaymiz. وأبو حنيفة يحد في ارتفاع الحجر
وَاِنْ ظَهَرَ سَفَهُهُ 25 عَامًا. Hem de Ebu Hanife çekleyimiz dedi. Malum ahvallardan. Ama bir işki ahval çekleyimiz dedi. Çekleyimiz lekin 25 yaş kadar çekleyimiz. 25 yaştan keyin andın o safah olsun, nima olsun, bizden erken koyup götürmez dedi. 25 yaşda belgilep taşıdı. Mesela bu kichik vaqtdan tortib ashunda pulni buzib ketgan. Balog'atga yetishishdan sal ilgari buzib ketgan, balog'atga yetgandan keyinmi buzib ketibdi. Sonra buni chekladi. Abu Hanifa cheklaymiz dedi. Cheklab kelsak 25 yoshga chigan chaqlar bo'ldi, cheklashni bekor qilib turmaymiz. 25 yoshdan keyin buzib ketibsizmi o'zidan yaraydi. Mutlaq erkin degandan qatorda Abu Hanifa rahimahulloh yo'q. Yo'q. Abu Hanifa ma'lum avvalda cheklaymiz deydi. Lekin Abu Hanifa monda bunga bir oyatga hatta yablugha ashudda degan oyatni dedi. Bu ashudda uni qachon ashuddu bo'ldi? Eng zada Qur'onga yetib voyaga yetgan vaqt esa 25 yoshda yetdi. Chunki 25 yoshda cho'ngda bo'lgan ahvol. Mesela ayollar 21 yoshda cho'ng'an bo'ldi. Eng tez cho'ng'an bo'lsa 21 yoshda bo'g'ildi bo'lgan tarixda. 9 yoshda to'y qilib bizni tug'sa, qizning yana qizi bo'lsa 21 yoshda cho'ng'ani bo'lib qolgan. Endi erlardimi 25 yoshda cho'ng'da bo'lib qolgan ahvoli bor. Bu ashuddan cho'ngda bo'lsa, bu ashudda bo'lmaydi, qachon ashudda bo'ldi? Hozir Imom Abu Hanifa'ning 25 yosh deb belgilashining dalili hatta bu ashudda degan oyat. Demak, bu ahvolda cho'ngda bo'ladigan bir yosh bu demakchi. وعمدة من أوجب على الكبار ابتداء الحجر أن الحجر على الصغار إنما وجب لمعنى التدبير الذي يوجد فيهم غالبا. أنا جمهور çoğunlarımı hacr kılmaz diyen karşıga ekegen delili bu hacr diyen tasarruf kılış hukukundan çekleştigen aşulardaki pulunu buzup çeçiş mühendisi kartta bekitke hüküm böyle. Yani aşk kişik vallahi köpünçe ahvalda pulunu buzup çeçiş battı. فوجب أن يجب الحجر على من وجد فيه هذا المعنى. Ondan ki çoğun olsun küçük olsun kanda bir adamda pulunu buzup çeşitleyen mezmun bulduken, bu illet bulduken bunu hacr kılış lazım. El-hukm yadur ma'al illeti vücudan ve adaman daftarot. قالوا ولذلك اشترط في رفع الحجر عنهم مع ارتفاع الصغر إناس الرشد. Şuna mesela küçük bala hacr kıldı. Hacr kılgandan keyin balagat ketdi. Balagat yetişirilgan tabir etmemiz deydi. Yani bu çoğun olsam zaten hacr kılınmaydı degan gap to'g'ri emas. Çoğun bo'lgandan keyinmi yani biz daha inas rushd, bu to'g'ri tasarruf qilish, aqlanlik bormi buningda, sagaklik bormi yo'qmi? Bu ishni qaraymiz. Ben balagat yetib, andın yani rushd bo'lib qolsa, andın qo'liga tutqizmas. Hatta iza balagul nikaha fa in anastum minhum rushdan degan ekan, ikki sharti bor buni demoqchi. Qala Alloh taala fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum. Agar rushd bo'lmasa, cho'ng bo'lgan bo'lsa-mu, rushd bo'lmasa pulni tutqizmaymiz demoqchi. فدل هذا على أن السبب المقتضي للحجر هو السفه. Bundan kim illet nima? Hacr qilishning illati, hacr vojib bo'lishning illati nimasi? Shu pulni buzib ketishga sabab bo'lgan safa. Wa umdatul hanafiyyati hadith Habban ibn Munqidh radiyallahu anhu إذ ذكر فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخضع في البيوع فجعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيار ثلاثا ولم يحجر عليه. Bize khiyar buyurda bu hadisni asluhu fi sahihayn degandim. Habban ibn Munqidh ya Munqidh ibn Habban degan mushu ism bilan kelgan rivoyatlar sunan kitoblarida kelgan. Lekin sayyanda bir kishi kelib shunda inni ukhda fil buyu degan chaqda Rasululloh idza ta'ta faqul la khalaba wa lil khiyar thalathat ayyam. Aldash yo'q, gullash yo'q amsa. Men 3 kungacha garmani gullagan bo'lsang, oldigan bo'lsang, qaytirib akib birma deb shart qo'yib, savdo qilavergan degan. Yani mushu adam ashunda pulni buzitib qolgan savdoda ko'sodilik qilgan odamda, unga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hajr qilmagan mana. Agar hajr qilish kerak bo'lsa, cho'ng odamga hajr qilish kerak bo'lsa, Rasululloh shuni qilibdi deb turibdi Nabi mazhabida. Yani Nabi mazhabidagi dalilligini ash oyatdan keyin fa in kana allazi alayhi al-haqqu safihan qazi bog'lab qolgan kishi dutulab qolsa
Ya xatazamasa falan etsin dedi işte ama bundan keyin bu ayet hazır ayeti deyindiğin keyin kelgandikan 4 kishi mi unda qarz bo'lib qolgan ish bor. Bundan keyin tasarruf qiladi bu deganni bildirdi. Bundan keyin 4 kishi mi tasarruf qilishdan cheklab hajr qilish yo'q deb turadi. Ma hadislar shu oyatni dalil qilib turadi. وربما قالوا الصغر هو المؤثر في منع التصرف بالمال. Ular balki bunda deyishi mumkin. Yondashtirib, balki ular bunda aqliy dalilni keltirishi mumkin deydi. O'zining pul molda tasarruf qilishni cheklashga ta'sir ko'rsatgan illat shu kichiklik. Bidalil ta'sirihi fi isqat taklif. Mana bu taklifatni tushib ketadigan bo'lganligi shuning dalili mana. Kichiklikning zada shunda ahkamni uyon bu yon qiladigan ta'siri bor edi. وإنما اعتبر الصغر لأنه الذي يوجد فيه السفه غالبا. Nimaşan kichiklikni shunda ahkamni ayiradigan qilib ta'sirli qilib hisobda o'qisa, chunki kichik bolalarda ko'pincha safa holati bo'ldi. Kama yujadu fihi naqsul aqli galiban. Aqlimi kamtik bo'ldi ko'pincha holda. ولذلك جعل البلوغ علامة وجوب التكليف وعلامة الرشد. Şuna balağatga yetish amal ibodatlarga taklif qilinish, boshlanish vojib bo'lgan alomat qilindi va aql uchun topqanlikning alomat qilindi dedi. İdkana yujadani fi galiban. Bu ikkisi yani taklif bilan rushd shu balog'atga yetgan kishida bo'ladi ko'pincha ahvolda. Ani al-aqla va rushd. وكما لم يعتبر النادر في التكليف تكليف masalasimi masalan namoz o'qi zakat va ro'za tutgandek bunda taklifatmi nadir ahvollarda balog'atga yetishdan ilgari shunda aqlli bolalarni chiqib qoladi baksaga ko'sha ya'ni balog'atga yetmagan bo'lsa aqlashina yetilib bo'lgan bola bo'lib qoldi lekin shunda bo'lsa bu nadir ahvol bo'lg'achqa u balog'atga yetishdan ilgari taklif qilmagan an-nadir la hukma lahu bo'lganda deydi ya'ni ayyakuna qabla al-bulugh aqlan fayukallaf ya'ni balog'atga yetishdan ilgari aql bo'lib qolsa taklif qilingan shu chunki bu nadir ahvol kadalik lam yu'tabar an-nadir fi as-safa shunga o'xshashlam safa masalasimi nadir ahvollar hisob qilinmaydi deydi va huwa yakuna ba'da al-bulugh safihan fayuhjaru alayhi balog'atga yetgandan keyin bu dutilab qolsa hajr qilinaverdi yani benim dalili ha? Balağat yetişti adı. Balağat yetken vakitte akla rüştü asasını köpünce havalarda buldu. Onun da tasarfilik, nazırının katarlı olup, onun bağlı çekinde bulunmaydı. Ya şu feyuhjaru ya feyuhjaru alayhi diyen doğru. Lakin kezalike lem yu'tabar an-nadir fi as-safa. Yani eğer i'tibar qilinsaydi, kana feyuhjaru alayhi. Şuna i'tibar qilmag'achqa hajr qilinmadi deydi. Kama lam yu'tabar kawnuhu qabla al-bulugh rashidan. Ya xuddi balog'atga yetishdan ilgari navoat aql bo'lib ketsimi, uni taklif qilinib, ibodatlar farz bo'lib ketmagandek, balog'atga yetgandan keyin dodolab qolsimi, ya'ni baribir uning erkinligi shakllanmaydi deydi. قالوا وقوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم الآية ليس فيها أكثر من منعهم من أموالهم يعني ولا تؤتوا السفهاء أموالكم diyen müşayatını cumhur alimler hacr qilamiz degangi dalil qilgan bo'lg'achqa bular yani bir mazhabdagilar hozir shunga raddiya berib bu oyatda hozir mol mulkini bermay to'sab qo'yinglar degandan boshqa ortiq bir gap yo'q bu oyatda yani qulluq bermanglar degan gap ma'lum lekin birsi masalan ilm setim bir ish qilgan bo'lsa uning ilm setim qilgani boshqa birisiga hiba qilgani kuchga ega emas degan gap yo'q deb turadi buningda boshqa jumhur olimlar jiq oyatlarni dalil keltirdi jiq hadislarni innalloh kariha lakum thalas masalan al-qil wal qal kathratu su'al va ida'atul mal degandek وذلك لا يوجب فسخ buyu'iha va ibtaliha. Lekin bu pulni qo'lga tutqizma degan gap u qilgan so'zsati to'xtamlarni bika qilib o'tdi. Inovatsiz qilib o'tishni keltirmaydi. Yani uni hisob bo'laverdi dedi. Agar sho'ldan ilm setdan bir ish sodir bo'lgan bo'lsa, ilm setni hisob degan bo'ldi. Sen faqat qo'lga tutqizmaysan.
degan gap ma'qul. Şu oyatdan istidlolga bo'lgan radiyasi ekan mazhabning. Qanday bo'lsa Abu Hanifa hazır o'zi yolg'iz bir tarafda deydi, ahli zahir bilan. Imam Abu Hanifa'ning shogirdlarimi jumhur bilan bir tarafga ketdi. Wal mahjurun 'inda Malik'in 6. İmam Malik'ninki nazarda hajr qilinganlar 6 turli kishilar. As-sagir was-safih wal-'abd. Qulluğuma ba'zan da ijozat versa tijorat qilganlar bor. Yo'q, hech qanday qilmaysa desa cheklanganlar bor. Wal-muflis, muflis yamonda iqtisodni ayirib qilib, qazga bog'lab qolgan. Lekin ba'zi qo'lda pul chirib qolsa, bir narsa ololmaysa, bizga berib o'tmaysa buni. Faqat qazingdan to'lashga ishlatsa deb cheklab qo'ydi. Demak, bu muflisninki hozir qo'lda pul bor emas. Lekin qo'ldagi pul qaz to'lashga yetmaydi. Hadisda man jabi hasanat unnikin faqad akala mal hada va shatama hada fa yuqad hada min hasanati va hada min hasanati va shunamizlar bir kasa u pul tugab qoladi, ya'ni shayxning qaziga yadini eshib qoldi. Masalan 1 million boshqalarga berish bo'lib qolsa, qo'lda 20 million pul bor ekan. Navanikin buni tasarrufdan cheklab, boshqalar berib o'tmaydigan, faqat qazini to'lay oladigan, shunda qilib qo'ymas. Bo'lmasa 1 millionning g'achchida hajab tutib bunda qalab o'tirish mumkin. Qolgan puldan tijorat qazin to'liqlanmaydi. Yani ash qazin to'liqlashga, boshqalarning qazini yondirib nima qilishga, endi harakat qilib, pul tepib nusxa injolab qolsa, sotchi g'uramali talab qilmagan ahvolda buni tijorat qilsin, pul topsan, sizning pulni qaytarsin deymiz. Lekin g'uramali yo'q, ash pulning pulni bas bo'libdi deb chin eslab olsa, bu chog'da qozi hajr qilib o'tishi mumkin. Tatil. Wal marid, kesal bu marid maradal maut bo'lib qolsa, bu ahvolda qo'ldagi iqtisodning 3dan 1dan ortiq tasarruf qilish huquqi bo'lmaydi. Bize eğer kesal bo'lib qoldi. Kesal bo'lgandan keyin bu kasalligida turib bu butun necha million pulmi shu xotinga, shu balaqa bu balani undan bakmagan deb buning bir qismini, ko'pincha qismini boshqalarga berib bilan miras pulini mahrum qilishni aytgan. Ma mulkining 20 planiga 20 chiqarib nima qilarsa, bu inovasiya qachon inovasiya bo'ldi? Bu odam bu kasaldan saqiyib, normal nima qilsa, balki hisob, lekin ashu kesildi ulab qolsa, endi u ashu kesal chog'da qilgan tasarrufoti o chog'da inovasiya. Bu aloqa mirasul fard degandek, ya'ni miras qoldirishni qachqa odamdek saqib qolsa hisob bo'lishi mumkin, chunki bu o'zining nimasi erkinligi bo'ldi. Odatda masalan kesal emas, normal sog'lom holatda va'dalarga qisam berib bersa, masalan, u qisi bo'ldi-ku. Va zawja, bu xotin kishanda ba'zi olimlar balki ayol kishi o'zining mol mulkida erkin tasarruf qila olmaydi yoki ma'lum doirada tasarruf qildi deyish mumkin. Imom Malik bilan masalan Imom Ahmad shunday qarashi mumkin. Lekin Hanafi mazhabda gap qat'iy yo'q. Hazrat Aisha mo nechqatim ochiq qul azat qilib qilgan chog'da Abdullah ibn Zubayr radhiyallohu anhu man Hazrat Aishaga hajr qilaman degan chog'da Hazrat Aisha bundan gaplashmayman deb gaplashmagan. Keyin boshqa sahoba tabiinlar u gap qilib yurib yarashtirib nima. Yani o ayol degan bu yerba holatda emas endi, keyin Rasululloh vafot bo'lib ketgandan keyin, lekin ba'zi olimlar Maliki mazhabda yoki Imom Ahmad shunda bir voqealikni dalil qilib turib, ayollarning to'liq bunda pul mol tasarruf qilish huquqi yo'q yoki ma'lum darajada cheklandi deb qarashmoqda. Lekin Shafiy mazhab bilan Hanafi mazhabda undan. Lekin Mavla bu 6 kishining tafsilotiga kirmabdi. Ibn Rushd. Ve sayati zikru kullu wahid minhum fi babihi. Ayrim to'xtalg'idek. الباب الثاني متى يخرجون من الحجر ومتى يحجر عليهم وبأي شروط يخرجون. والنظر في هذا الباب في موضعين: في وقت خروج الصغار من الحجر ووقت خروج السفهاء. Yani küçük balaga hacir kıldı. Kılanlıkken bula kaçan da hacirden kutuludu. Ve vakti hurucu sufaha'daki hacir kıldık, bula kaçan hacirden çıktıdı. Fenekulu inne sigara bil cümleti sınfan. Yani sigara üstü toxtalsak, bu iki türlük buldu. Zukurun ve inat. Bula
o'g'il bo'lishi mumkin, qizlar bo'lishi mumkin. Va kullu wahid min haula imma du abin va imma du wasiyin va imma muhmalun. Bularning har biri o'g'il bo'lsin, qiz bo'lsin, har biri ya dadasi bo'ldi yoki dadasi o'lib ketib birisiga vasiyat qilib toblab qo'ygan ahvol bo'ldi yoki dadasimi yo'q, vasiyat qilingan adimi yo'q, bunda ham tashlanib qolgan bola bo'lishi mumkin. Muhmal deganni ta'rif qiladi. Allazina yabluguna va la wasiya lahum va la dadasimi yo'q, wasiy adam yo'q, bunda kishilar muhmal. فأما الذكور الصغار ذو الآباء درسوا أغل والله كاسك فاتفقوا على أنهم لا يخرجون من الحجر إلا ببلوغ سن التكليف وإيناس الرشد. بلا اتفاق كاغن بر أورun var edi. Bular kichikdi. Buningda hajr bordi. Ana o'sha hajrdan faqatlam balog'atga yetish bilanlam va rushd ahvoli ko'rilish bilanlam andan qutuludi deb ittifoq qilibdi. Uning boshqa qutulishi yo'q ekan. Va in kanu qad ikhtalafu fi ar-rushd ma huwa. Lekin rushd degan qanda narsa bu. Qanda bo'lsa rushd ahvoli bo'ldi deganda o'zaro xitoblashdi. Rushdining chek-chegarasini bekitish. Va dalika liqawli ta'ala wabtalul yatama hatta idza balagun nikaha fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum. Mana bu oyatda ulardan bir rushd altini ko'rsanglar, qo'liga mollarini beringlar dedi. Davomki qanday ahvol bo'lsa rushd alti bo'ldi, mujim bekitishmasiz. Vaqtalafu fil inath, yana qizlar to'g'risida ixtiloflashdi. Fa zahabal jumhur ila anna hukmahunna fi zalika hukmu dhukur. Ko'pchilik olimlar bu o'xshash qaraymiz qizlarga debdi. Yani buluğal mahili ve inas rushd, yani o'g'il balla xuddi balog'atga yetish bilan inas rushd bo'lsa, bo'lgandeklam qizlarning balog'atga yetishi hez ko'rish bilan bo'ladi. Hez ko'rsa rushd ahvoli bo'lsa, qo'liga pul mol tutqizildi, hajrdan qutuldi debdi. وقال مالك هي في ولاية أبيها في المشهور عنه. demak İmam Malik'ten ikki xil qarash var ekan. Birisi mashhur, birisi g'ayri mashhur. Mashhur qarashda bu kishi qizlarmi dadasininki igdorchiligida xabar olishida bo'ladi. Hatto tatazavvaj, qachon qutuldi bu o'zi tasarruf qilolmaslik ahvolidan desa, ayaga tekkenga qadar. Hatto tatazavvaja va yadkhula biha zawjuha. To'y qilib degan nikoh emas, er bilan birga bo'lish kerak deydi. Bu ikkinchi shart. Va yunasa rushduha, yana da uchinchi shart to'g'ri tasarruf qila oladigan ahvoli bayqilishi lozim, ko'rilishi kerak. Demak, uch shart bo'lsa, aytiga birga bo'lib, yana to'g'ri tasarruf qila oladigan ahvolda sinoqni o'tab o'shunda ko'rilsa, ondan qo'lga pul mol tutqizib, unda ilm setim hamma tasarrufotlari cheklanmagan holatga erishadi debdi. İmam Malik lekin oldida 6 adamning mahshur qilganlikda zavjum bor. To'y qilgan ayollarni mahshur qildi. Hozir to'y qilib bo'lgan mahshur qilsa bu ayol. Ya hozir buni deydi İmam Malikni zavjininki to'liq unda hajr qilib o'tmaymiz deydi. Buni hajr qilmasa 3 dan 1 doirada tasarruf hisob, 3 dan 2 doir tasarruf hisob emas degandek bunda bir ahvol. Buni balki mana ayolda bahs qilishi mumkin. Wa ruwi anhu mislu qawlil jumhur. Demak İmam Malikdan ikki xil qarash kelibdi. Bir qarashda mashhur emasrek qarashda jumhur bilan o'xshashgan. Mashhur qarashda ayol kishi faqatlam, yani qiz bola to'y qilib eri bilan birga bo'lib, uningdan keyin rushd ahvoli bayqalsa, ondan hajrdan qutuldi debdi. Wa li ashab Malik fi hada aqwalun ghayru hadhihi. İmam Malikning shogirdlarininki mush masalada İmam Malikning qarashidan boshqacha qarashlarim bor. Qila innaha fi vilayat abiha hatta yamurra biha sanatun ba'da dukhul zawjiha biha. Eri bilan birga bo'lib bir yil o'tsa, ondan hajr cheklanishdan qutuldi. Bo'lmasa dadasi egolab turdi debdi. Bu Hazrat Umardan kelgan qarashgan. Mush qarash Hazrat Umardan ketgan. Shular mush qarashni olgan. Ba'zi shogirdlar İmam Malik. Vaqila hatta yamurra biha aman. Ba'zi 2 yil o'tsa ondan debdi. Turmush qurganligi 2 yil o'tsa, to'g'ri joyida
tasarruf qiladiganligi bayqalsa, undan keyin hajrdan qutuldi demoqchi. وقيل حتى تمر بها 7 أعوام 7 yil deb qilınbak. وحجة مالك أن إيناس الرشد لا يتصور من المرأة إلا بعد اختبار الرجال. İmam Malik'ninki to'y qilib, qulab billolab buningkin to'g'ri tasarruf qilish avval ko'ralsa deb turganning dalili bu inas rushd degan bu to'g'ri tasarruf qilish ahvolining ko'rilishi faqatlam ayol kishi er bilan turmush qurib bo'lgandan keyin undan ma'lum bo'lgan narsa. Resmi turmushni qurib tajriba olgandan keyin undan aqli joyida to'xtaladigan ahvol bor demoqchi. وأما أقاويل أصحابه فضعيفة مخالفة للنص والقياس. أما şagirdlerinin sözleri bolsa 1 yıl, 2 yıl, 7 yılındaki qarashlar aciz. Nasqa mı xilaf, qiyas mı xilaf? Hem nasqa qanday xilafsa va amma muxalifataha an-nas fa innahum lam yashtarit rushd. Ular rushdni ishtirat qilmadi dedi. 1 yıl, 2 yıl deganda deb qo'ydi. 1 yıl, 2 yıl Sida undan keyin rushd bo'lsa degan qilmadi. Lekin oyat shu fa in anastum minhum rushdan degan gap bor. Undan keyin bu nasda xilaf keldi. Va amma mukhalafataha lil qiyas فلأن الرشد ممكن تصوره منها قبل هذه المدة المحدودة. Bu 1 yil, 2 yil ya 7 yilda belgilangan vaqtdan ilgami rushd ahvoli bo'lishi mumkin. To'g'ri qilmagan 1 oydan keyin rushd ahvoli ko'rilishi mumkin. وإذا قلنا على قول مالك لا على قول الجمهور. Endi İmam Malik'ninki qawl jumhurga muvofiq kelgan bir so'z bor. Qawl jumhurga muvofiq kelmagan so'zi bo'yicha desak deydi. Innal i'tibara fi dhukur zawil aba al-bulugh wa inas rushd. Mana o'g'avallida hajrdan qutulishni hisob qilinganini dadisi ba o'g'avallining balog'atga yetgandan keyin Andın inas rushd bo'lgandan keyin anda hajrdan qutuladi deymiz dedi. Mush qarash bo'yicha desak, bu jumhurlar o'xshash o'g'itda. Ixtilof yo'q bunda. Zikrda ixtilof yo'q. فاختلف قول مالك إذا بلغ ولم يعلم سفهه من رشده. Hamda Anastum minhum rushdan degan o'yniqdi. Lekin buning ahvolida balog'at ketdi. Lekin bu rushd bormi yo'qmi bilinmabdi. Bilinmagan ahvolda qanday qilamiz demoqchi. Ya bu do'tmi yoki do'tamasmi? Buni biz checham-chatmamda buni taxa ixtibor qilib tuqqan ahvol yo'q ekan. Va kana majhulul hal, ahvoli aniq emas. Faqila anhu. Demak Imom Malikdan bir rivoyat hozir. Innahu mahmulun ala as-safahi hatta yatabayyana rushduhu. Ya'ni bu safa altida davomlashdi. Istishab ma'no dalil hozir. Burungi ahvol davomlashdi. Hatta yathbut al-aks. Al-aslu baqa ma kana ala ma kan. Ash qoidaga asosan, istishab demisga asosan burun safahda undan shu rushd isbotlangan qadar safa altida turdi. وهو المشهور مش مشهور قراش كان وقيل عنه نوضي كان ينبر قراشتا إنه محمول على الرشد حتى يتبين سفهه bunun taki dötke isbotlangan kadar balagat ketgandan bu rushd ba'da qaraymiz. Yani bu jumhurning qarashi. Ikkinchi rivoyat jumhurning qarashi. Lekin ixtibor qilish lozimdi. Va bitalul yatama degani ixtibor qilib, pul berib ko'rib baqsa, ma'lum bo'ldi, huquqli bo'lganligi. Azaq qilib ko'rib baqmas. To'g'ri xajlab joyidan qilasan, iqtisod tutsak. Bo'lmasa uni uqmay turib, shundan 1 millionni tutsak, aslanmi? Uqmayman. Yo'q, puldan tursa, chadaqshi. Shu ixtibor qilish lozim. Ma'lum ma'yor ixtibor. Pulni tutqizib, azroq bir pulni emas. Ya do'konda o'tqazib, da kuzatib boqamiz bu. So'z sotishni joyida qilib, o'zining pulini muhofaza qilib, bunda bo'lsa bu pulni chetlatmay ekan deb qo'yamiz. U pulni xohlagancha odamga berib o'tib, narsa elib satsimi, baho talashmaylar elib yoki pulning qapqog'idan olmayam ketaverib, bunda qilib tursa bu pulni biz chetlatib ekan deb pulni tutmaymiz. Ammo siz narsa bizga qiziqish uchun bo'lgan bo'lsa, ammo siz iPhone, o sahha bo'lmas. U bo'lmaydi.
Bu bakalım beklam o'rinsiz yerga xizmat qilsa. Demak, shu pul buzilib chesilib ketdi deydigan darikasi. Bu masalan iPhone shaklida $5 olsa, u buzib chesqa ahvol bo'lmaydi. Faqat unda o'zi pek ehtiyoji bo'lmagan narsani olib qo'yadi. U cho'ngdimi hozir? Agar hajr qilish olsa, ashsabdan tag'in hamma hajr qilsin. فأما ذو الأوصياء أما dadisi yo'qkan, dadisi vasiyat qilgan bir kishi borkan, فلا يخرجون من الولاية في المشهور عن مالك. مالكning mashhur qarash va g'ayr mashhur. Mashhur qarashda bir vasiy bor, bu vasiy qarayotgan kichik bola bor. Bu kichik bolaning o'zining tasarruf qilish huquqi yo'qdi, vasiy hajab qo'ydi uni bilisdan. Endi qachon shu hajrdan qutulib o'zi tasarruf qila oladi bo'lsa, Imom Malikning mashhur qilgan qarashda لا يخرجون من الولاية في المشهور عن مالك إلا بإطلاق وصيه له من الحجر. Yani şu vasiyse sana to'liq huquqni berdim, o'zing hijlaylaysa deb ijozat bersa, ondan bu hajrdan qutula oladi dedi. Ey yaqulu fihi innahu rashid. Bu rashid bo'ldi hozir. Aqli joyida o'zing manfaatini o'zi qo'lga oladigan bo'ldi desa. In kana muqaddaman min qibl al-ab. Muqaddama min qibl al-ab degan ash vasiyni tayinlagan odam dadisi deb qasash bo'ldi. Dadisi tayinlashi mumkin, cho'ng dadisi bo'lishi mumkin, tog'asi tayinlab qo'yib o'lib ketishi mumkin masalan. Bila xilaf. Demak, dadisi tayinlagan vasiy bilan boshqa tayinlagan vasiyning farqi bor. Dadisi albatta shu o'g'lining manfaatini bak ko'zlab, ko'ndigan, obdadan o'zini bekitishi mumkin. Boshqalar sal qanday odamni bekitib qo'yish mumkin. Dadisi vasiyat qilib bekitgan odam bo'lib qolsa, shu odam bu bola hozir aqlishi joyida o'zining manfaatini qo'lga oladigan bo'ldi. O'zing to deb qolsa, hisoblash deydi. Bunda ixtilof yo'q. Aw bi idnil qodi ma'al wasi. Yoki ikkinchi bir chora, qozi bilan vasiy ikkilan birlashib turib, ondan bu rashid bo'ldi desa, ondan hajrdan qutuldi. Degan bu ahvolda qozi bilan birlashib turgan ahvol ash vasiy dadisi tayinlagan vasiy bo'lsa, dadisi tayinlagan vasiy u bolaning manfaatini tazubdan ko'zlamaydi degan bo'lg'achqa qozini juklab qo'ydi qozi. Sal ayağını tatlılarak ahol bo'lsa qozim ayağını tatlı ya deb turish. Yani bolaning manfaati ko'zini o'tadi. Al-ixtilafun fi zalik. Albatta buning tafsilotlarida ixtilof bo'lsa-mu, bu shunday debdi. Dadisi belgilanmagan bir vasiy qozi bilan ikkilan o'tirib, bo'ldimdi buning bu bolaning qo'liga tutizaydi o'zining iqtisodini deb qarab qasandan tutizadi. Va qad qila fi wasiyil abi innahu la yuqbalu qawluhu. Ma ajra qarashda, yuqorqisi mashhur qarashda, ma u muqobil mashhur qarashda dadining tayinlagan vasiyasimi rashid deb qarshi qabul qilmaydi. Faqat lam illa hatta yu'lama rushduhu. Faqat lam inas rushd ahvol ko'rilsa hisob. U vasiy o'zi og'zakidan bu rashid bo'ldi deganlarga hisob bo'lmaydi deyilibdi. Bu ajiz qarash. Va qad qila va ikkinchi ajiz qarash muqobil mashhur. Inna halahu ma'al wasiyyi ka halihi ma'al ab. Ay vasiy dadisi bilan o'xshash. Ash bola dadisi bilan qanday bo'lgan bo'lsa, vasiy bilan shunday bo'ldi debdi. Yukhrijuhu min al-hajri idza anasa minhu ar-rushd. Yani ash vasiy ash bolada rushd ahvolini ko'rsalam hajrdan qutuldirib qo'ya oladi. Dadula o'xshash debdi. Va illam yukhrijuhu wasiyuhu bil ishhad. Yani guvalatmasimi? Ash vasiy guvatman ko'rdingmi? Bu rashid bo'ldi demasimi? Endi rashid bo'lgan ahvol bo'lsa, ash vasiy guvalatmaylam bo'ldi. Pulni o'zan hajlarda tutib qo'ya oladi dedi. Va innal majhul al-hali fi hada hukmuhu hukm al-majhul al-hal lil ab. Mana. Yani vasiy yo'q. Dadisi yo'q, vasiyning ismi yo'q. Bunda bolaning hukmi dadisi bog'lab ahvol aniq bo'lmaganki o'xshash debdi. Majhul hal. Wa amma ibn al-Qasim famadhhabuhu anna al-wilayata ghayra mu'tabarin thubutuha idha ulima ar-rushd. Ibn al-Qasim rushd ahvoli bilinsa, inas rushd bo'lsa, u vasiy olamdı, dadisi olamdı, barbar. O o'zining iqtisodini o'zi tutyurdi. Wala suqutuha idza ulima as-safa.
Dörtke aval bulup kalsa o vilaya bolsun bulmuşsun beraber dedi. Yani hacir kılınıyor dedi. Ve hiye rivayetun an Malik. Bu İbn-i Qasim tanıgan karaş. İmam Malik'ten kelgen bir rivayetken. Ve zâlike min kavlihi fil yetim. İmam Malik'ten yetim hakkında diyen sözleri bikir yani bikir müşahede kız balını demek için ya da. Kız balını ayırdı o İmam Malik. Demek İmam Malik'nin uğal bola hakkıdaki diyen sözünün kelgen rivayet muş İbn-i Qasim tanıgan karaş şudur. Lekin kız balı doğruluk kelgen rivayet emas bu oldu. والفرق بين المذهبين أن من يعتبر الولاية يقول عند ابن القاسم طلقان قرشلان baş qarashning farqi viloyatga qaraymiz yani vasiya dadisi igi bo'lash ahvoli bor shu dadisi ya vasiysa rushdi babında bo'ldan ijozat qilayli deydigan qarashkilar nima ekan yaqul af'aluhu kulluha marduda ve in zahara rushduhu hatta yakhruja min al-wilayat. Bu aş vilaya ilki sirpağın ki vilayet çangılın sirpaldı. Şu vilayetten zaten kutulganda andın buldu. O rushd bolsun bulmuşsun aş vilayetten zaten veli bulap tuğalla aşından çıkarsa andın kulga alavaydı. Hacirden kutuldu. Iken o inası rushd olsa otomatik onu kutulup kaldığı ahval yok deyken. Veli igi oldu mu? Bu igidaşlıktan fakat igi boğalla kutuldurup koysa andın çıkıdı dedi. Bunun karşımış iken. Yani onun olması doğru boğulsun, bu tasarrufu. İşe inavatsız, küçük igemez. Kaçar hikaye vilayetten kutulsa, hacirden kutulsa andın tasarrufatları hesap dedikken. Bu hava kovdan daifin. Bu aciz kıraçtır. Demek biz o rüşt boğulsa, İxtibar kılıngan bolsa, rushd bolsa, ula endi pulni sizga tutqizmiz deb uni qara qilmoqchiman, buni haqqi isbotlanadi degan qarash jumhurning qarashi shu to'g'ri. Yani İbn Qasimning qarashi shu jumhurning qarashi. Fa innal mu'athira huwa ar-rushd la hukm al-hakim. Hakimninki vasiyning dadining gapiga asosan bu anda hajirdan qutulgan vaqt keldi. Bo'ldi biz shunda e'lon qildik degan so'z emas. Oyatligandek inas rushd bo'lsa, rushd ahvol bo'lsa ham avtomatiklan bu erkinlikka erishib demoqchi. Wa amma ikhtilafuhum fi ar-rushd ma huwa? Endi rushd degan nimadan iborat? Qanday bo'lsa rushd bo'lgan bo'ldi. Bunda ixtilof bo'ldi. Fa inna malikan yara anna ar-rushd huwa tathmirul mal wa islahuhu faqat. İmam Malik debdi, rushd degan bu o'zining mol mulkini avtalaydigan. Texmo o'stiradigan bo'lsa, bu menda rushd holidan sifatlanadi debdi. Ve Şafii yeşteritu ma'a hada salah ad-dini. İmam Şafii bu pulni avtalaydigan manda ulash bilan billa dindar bo'lsa, diyanati yaxshi bo'lsa, undan rushd deymazdir. Şu ayetimi raşada deb keldi o. Raşada degan diddil g'ay. Rushd degan yani bu axiratga foydali ishni qilib mangdigan odam deganni bildirdi deydi oyat. Lekin bu rushd degan bu diniy hidoyat deb aytishmasin. Axiratga foydali ishni qilish degan mazmun bor buni ichida deb turibdi. Mesela bazı adamlar fasık, lekin pul tepişip bakmışlar. Pulunu avutudu, özünün pulunu avutudu, asrap kalıdı anında. İmam Şafii bunu Raşid demek. İmam Malik'in karşıda bu Raşid'i savundu ki. Ve sebebi ihtilafihim, yani bunu talaşlar çıkıldı. Sebebin mâse, hel yantalık ismi rüşd ala gayri salih-id-din, dindar, olmayan kişinin rüşd sıfatlayan bunu. وحال البكر مع الوصي كحال الذكر لا تخرج من الولاية إلا بالإخراج ما لم تعنس على اختلاف في ذلك. هذا رشدنا نمسه تجبته başka meseleye ötkildi. Yani kız ola, dazı yokken vasi vaken. Bunun ahvalı şu oğallarınki okşaş, vilayetten takatlan, şu vasi ya hakim çıkamasa çıktanmaydı. Ma'lam tu'annis degan
to'y qilmay o'tirib ketmasa deydi. Endi o'tirib ketib 40 yoshga ketibdi boya. To'y qilolmaychi. Bu chog'da balkamdan hokimdan qilmasimi balki rushd bo'lsa chiqdi deyish mumkin. Lekin kishi qiz olib unda o'tirib ketmagan ahvolda o 7-18-25 qadar adamızdan. Ichiga ahvolda veli, yani vasiysi bunun rushd ahvoli bor deb qarab qolsa, unda hokim shunga hukm qilib qo'ysa bo'ldi ekan. Vaqila haluha ma'al wasi ka haliha ma'al ab. Yani bir qarashda, ajra qarashda dadisi bilan qanday ahvol bo'lsa, vasi bilan shu ahvol bo'ldi, qiz oladi debdi. Va qawl ibn al-Majshun. İmam Malik'in şagirdlaridan ibn al-Majshun tanlabdi buni. وَلَمْ يَخْتَلِفْ قَوْلُهُمْ إِنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ فِيهَا الرُّشْدُ كَاخْتِلَافِهِمْ فِي الْيَتِيمِ. Mana yetimda rushd bo'lib qolsa pulga oladi degan gap bordi. Lekin bu qiz bolada, bu qiz bola yetim qiz boladir, yetima deydi uni. Yetim qiz bolada bu shu vasi yoki hokim hajrini ko'tarsa, undan bu o'zining huquqiga erishadi debdi. Lekin yetimda inas rushd bo'lib qolsa avtomatik huquqqa erishadi degan bo'lishi mumkin. Wa ammal muhmala min az-zukur. Unda vasiysim yo'q, dadsim yo'q. Ayni tashlim qilgan bir kichik bola bo'lib qolsa, fa innal mashhura anna af'aluhu jaizatun idza balagha al-hulma kana safihan muttasil as-safahi aw ghayra muttasil as-safahi. Fa innal mashhur yani Imam Malik'ning kelgan mashhur qarash. Bu muhmal bo'lganki butun ish harakatlari joiz, kuchga ega. Yani ego adam bo'lgan ekan bu kuchga ega bo'lmas qanday ochqalada o'ladi. To'qim bu do'konlar binas sotilish kerak, binas yeyish kerak, kiyim kiyish kerak, uyda o'tirish lozim. Undan keyin kuchga ega deydigan, buni kuchga ega emas deydigan odam sen buni xabar oldigan odamni bizni tayinla. Shunami? Unda tayinlamay, kuchga ega emas deb do'konda binas sotib olsa hisob olmas desa, chapan sotib hisob olmasa tonlab ochib qilib o'ladi. İza balagal hulma ve balagat ketgandan keyin hisob buni deydi. Kana safihan muttasila safa. Ve bunun dötlüki ay kichikligidan tortib dötaymiz endi. Kichiklikdan tortib bunda rushd bo'lmay davomlashsin yoki uzib qolgan bo'lsin. Arliqda bir rushd ahvoli bo'lgan bo'lsin, bu baribir buning nimasi hisob deydi. Mu'linan bihi aw ghayra mu'lanin. Mu'lanan nimdoq aw ghayra mu'lanin. Demek bu başkalar bilsin bilmesin diyendek mazmundaki. Ve amma ibn Qasim hazır gayri meşhurun Müslüman. Feyatabiru nefse fi'lihi iza vaqa. İbn Qasim elbette cumhur mu müşkarajda. Aşı balınınki qilgan ishning o'ziga qaraymiz debdi. Fa in kana rushdan jaza va illa raddahu. Va illa rudda desak. Ash ishi to'g'ri ish bo'lsa hisob bo'ldi. To'g'ri ish bilan pulni buzib ketgan ish bo'lsa rad qilib o'tamiz. Lekin rad qilgan ahvolda cho'qim uningga bir xabar oldigan odamni meni tayinlab qo'yamiz. Ammo pul hisob qilishni so'radi. Fa amma al-yatima allati la abalaha wa la wasi. Ömer kishi qiz olwa, dadisimi yo'q, xolos. Yani bu muhmala degan ma'no ekan, shunami? Muhmala. Fa inna fiha fil madhhab qawlayn. Yani Maliki mazhabda ikki xil qarash bor. Fa inna fiha fil madhhab qawlayn. Ahaduhuma anna af'alaha jaizatun idha balagat al-mahid. Muhmal bo'lgan ekan, hech ko'rgandan keyin balagat ketgan bo'lgan ekan, buning sharakatlari kuchga egolab ketadi. Hajr yo'q buning debdi. Va thani anna af'alaha mardudatun ma lam tu'annis. Bak hech cho'ng'ib ketmasa, yashroq holatda bo'lsa, buning ish harakatlari kuchga ega emas. Tatavvul mashhur, Imom Malikning kelgan mashhur qarash ekan. Yani kuchga ega emas desa, cho'qim bir odamni tayinlab qo'yib, xabarlashga lozim. Endi qachongacha o'tirib ketgan bo'ldi? Qancha yoshgacha bo'lsa o'tirib ketgan bo'ldi, buni yana shu yil bekitish lozim. Yani 30 yaşıysa oturup kalan bulamdı, ya 25 yaşında, ya 40 yaşıysa oturup kalan bulamdı. El-Babu Thalithu fi ma'rifati ahkami af'alihim fi radd vel icaza. Radd vel icaza degan aşı balalarninki qilgan to'dlari, mali tasarrufatlari kuchga egami, ega emasmi? Qani rad qilamiz, qani ma'qul deymiz degan masalalarning ahkamlarini bilish haqida ekan bu.
والنظر في هذا الباب في شيئين. biz bu babda ikki masalani tadqiq qilamiz. أحدهما ما يجوز لصنف من المحجورين من الأفعال. Birincisi hajr qilinganlarning har bir turi qanday ishlarni qila oladi? Sinf degan har biri demoqchi. وإذا فعلوا فكيف حكم أفعالهم في الرد والإجازة. Eğer bunda bir tasarrufni qilib qolgan ekan, buni rad qilamdiq, ma'quldamdiq. Buni hukmi nima? Qanday bo'lmoqchi? Va kadalika af'alul muhmalin. Ya'ni dadisimi yo'q, vasisimi yo'q, shunda tashlab qolgan bolalarning sharakatlari. Wa humul ladina balagul hulma min ghayri abin wala wasi. Wa haula kama qulna imma sigarun va imma kibar. Endi shu yuqorqi hajr qilinganlar kichik bolalar bo'lishi mumkin, cho'ng bolalar bo'lishi mumkin. Muttasilul hajri min as-sigar. U cho'ng bolalar kichkidan tortib hajr davomlashganlar bo'lishi mumkin. Va imma mubtada'un hajruhum. Yoki ularning tasarrufat cheklanib hajr qilinishi yangidan boshlangan cho'ng bolalar bo'lishi mumkin. فأما الصغار الذين لم يبلغوا الحلم من الرجال ولا المحيض من النساء فلا خلاف في المذهب. بلاغت ketmagan kichik bolalar bo'lsa, qiz o'g'il, İmam Malikning mazhabida ixtilof yo'qdir. Fi annahu la yazlahu fi malihi ma'rufun min hibatin wala sadaqatin wala adiyatin wala itqin. Xayr saxovat ishlari misaklindir. Kichik bola bo'lib qolsa, qiz bo'lsin, o'g'il bo'lsin. Xayr saxovat ishlari, sadaqa, tabarru, riyaga yordam, yana ozod qilib o'tish, bunda ishlanmasa, vaqt qilishmasa, mushunamasi cheklandir. Ma'ruf degan mishada xayr saxovat ishlanmoqchi. İnavatsız ekin. Ve in adina lehul ab fi zalika ev vasi. Dadisi icazet basımı, vasi icazet basımı hesap olmaydı. Yani bu Maliki mezhepte olmaz, başka mezheplerde mi hesap olmaydı dedik. Yani küçük bala onda aslında teklif olmadıkken olmaydı dedik. Fe in akhraca min yedi şey'en bi gayri ivadin. Yuqorqi naslimi xayr saxovatsimi bi g'ayri ibodamda. Dunyoda moddiy bir garchi savob ezilsimi bor. Bunga lekin ma dunyoda bir badalsiz chiqargan narsa. Qo'ldan badalsiz narsani chiqarib o'tib qolsa, kana mawqufan ala nazar waliyi in kana lahu wali. Agar valisi bo'lib qolsa, ya'ni dadisi, vasisi yoki uning boshqa igi bo'lgan igchaqisi bo'lib qolsa, shu ashuni buna qarab boqadi, ahvol qaraydi. Fa in ra'ahu rushdan ajazahu. Buni manfaatli bir ishlab qarasa, kuchga ega deydi ekan, tasdiqlaydi ekan. Va illa abtalahu, bo'lmasa bekor qiladi ekan. Shu yakandash bo'ladi. Ash ishni ijab qildi ekan. Ash bola masalan birisiga bir hiba qiladi bir, ya'ni bir vaqtda ya maktabga i'ona qildim 1 million pulni deb kichik oldim desa, endi bir faoliyat qilishmani degan bo'lsa, unda vali buni qaraydi ekan. Shu bolaning ishlariga foydali bo'lib qolsa, hisoblaydi. Bo'lmasa, ya hisob emas. Va in azalahum fi zalika dasti qizlar qasam bo'lmaydi. Yani shunga bolam sanamsa 1 million hediya qilaman maktabga deb ijozat bergan bo'lsa-mu, hisob bo'lmaydi. Lekin ma keyingi gapi u valiga bo'lsa dado bo'lmaydi degan gap. Yo'q. Masalan, bolasi qanday ablab sam qaysan degan debtu ba'zan ishqalaga ijozat bergan emas u. Navi Ahmedlar ijozat. Unda o'qandan nimaga hajatishni darsi bo'lmaydi. Balki. Shunga qadar ijozat bersin bo'lmaydi deyishib. Yani xuddi o ashunda qilishda ilgirki ijozatdek. Endi ma ikkinchisi endi qilib bo'lgandan keyin buni inoatga alamliq ammamliq degan masaladek. Demak, shu bolaning manfaatiga qaraydigan, manfaat bo'lsa tasdiqlaydigan, manfaatsiz bo'lsa tasdiqlamaydi deb. Va illam yakun lahu waliyun quddima lahu. Uni valisi bo'lmasa, valiydim bizni tayinlab bermaz dedi. Ya'ni qozixona valiydim bizni tayinlab bergan. قدم له ولي ينظر في ذلك وإن عمل في ذلك حتى يلي أمره كان النظر إليه في الإجازة أو الرد. Veli tayinlangandan ashunda tayinlashli bo'lib, bu bolam ashunda bir ishni qilgan bo'lsa, bu chaqdandan ashu tayinlangan veli ya shuni hisoblaydi yoki rad qilib o'tadi.
واختلف إذا كان فعله سدادا ونظرا فيما كان يلزم الولي أن يفعله هل له أن ينقذه إذا آل الأمر إلى خلاف بحوالة الأسواق Endi bunda bir ahvolda ixtilof bo'ldi dedi. Ash bola bir ishni qilgan, bir savdoya bir narsani tasarruf qildi. Lekin mushishni aytdi, manfaatlik, muvofiq ishgan, sadat degan mushada foydali to'g'ri ish. Va nazaran, nazar deganmi shu manfaatni ko'zlaydigan demakchi. Fima kan yalzamul vali an yaf'alahu. Hatta vali bo'lsa shuni qilish kerak bo'ldi dedi. Ya'ni bu bola adina to'g'ri joyini topib qildi. Veli bo'lsin balki ashni ishni qilib qo'ygan, bolaning manfaatini ko'zlab qilib qo'ygan bir ishgan. Hallahu yanqudahu idza ala al-amr ila khilafin bi hawalat al-aswaq. Endi shunda bir to'g'ri ishni qildi. Veli bo'lsa shunday ishni qilmoqchi ekan. Lekin qilib qo'ygandan keyin bozorning o'zgarishi bilan bozor egizpas bo'lib, bu ziyonli qilib qopdi. Yoki ila khilafin bi hawalat al-aswaq degan bu foydaliqmi, ziyonliqmi mush bolaga deganda talash tortishlar qildi. Ba'zilar foydaliq deb qarab, ba'zi ziyonliq deb. Chunki bozorning o'zi egizpas bo'lgan ekan, uni mo'lchavlash, didlash o'xshash olmaydi. Ba'zilar uni optikan bu foyda chiqdimi undan desa, ba'zilar yo'q bu zinimi saqlanmaydi buni deyish mumkin. Bunda bir talash tortishga elib berib qolsa, bu talash tortishga elib berish nima sababdan desa bi havalatil aswaq, ya'ni bozorning o'zgarishi, bozorning egizpas bo'lishi bilan deydi. اختلاف الأسعار demakchi. Aw niman fima ba'ahu. Yoki satgan narsada bir narsa sal o'sdi. Masalan bir qo'y satgan bo'lsa qo'zildi. Sotuvchining qo'lida turib. Aw nuqsanin fima ta'ahu. Yoki sotgan narsada bir kamlik bo'lib qoldi. Sotgan narsaning bahosi ketdi, turiblar. Yoki satgan narsaning turiblar bahosi o'rlab ketib qoldi. Nimaligim shu bozorga tengibdi? Qasa? Nimaligim? Ba'zi o'rlishi mumkin yoki shunda qo'yos qo'zlab olib ketishi mumkin. Har qanday bir ziyodatlikni bildirdi. Mana bir ish bo'lib qoldi. Fal mashhur anna zalika lahu. Imom Malikning kelgan mashhur qarashda shu nimasi hisob, shu bolaninki. Bu aslida to'g'ri ishdi. Lekin bozorning o'zgarishi bilan, bozorning yuzbasi bilan buning keyin ziyonli ish qilib qolganda ko'rinib qolgan bo'lsa, hisob bo'laverdi bu. Bu odatda cho'ng odammi, yana satsa, bozor yuzbasi bo'lsa keyin apla satmasam bo'lib ketgan deydigan ahvol bo'ldi. Ya, hal lahu yanqudahu, yani al-wali, yani buzutalamda uzutamamda debdi Imom Malik fal mashhur anna zalika lahu. Yani vali buzutalaydi demoqchi. Va qila inna zalika laysa lahu. Hozirroq qarashda buzutanmaydi debdi. Wa yalzamu as-saghira ma afsada fi malihi mimma lam yu'taman alayhi. Amanat qo'yilmagan mol mulkni buzib ketayotgan bo'lsa, ziyonni shu kishi bol tortadi deb. Nima? Va xulifa fima afsada va kasara mimma tumin alayhi. Endi amanat qo'yilgan bir narsani buzib ketib, sundirib qilib qolsa, ixtiloflashib qoldi. Va la yalzamuhu ba'da bulughihi rushdahu itqun. Siz bulug'igan ba'da bulughihi rushdahu. Ya. ولا يلزمه بعد بلوغه رشده عتق ما حلف بحريته في صغره وحنث به في صغره. Demek kichik vaqtida bir qasam qilgan. Ma ishni qilib qolsam pulim azod debgan. Shu kichik vaqtida endi shu ishni qilib sapto qasamni turamay. Asli shu quli azodlar ketish kerak-da, shunami? Lekin hajr vaqtiga azod qilinmagan. Endi cho'ng bo'lgan chaqda kichik vaqtida qasam qilib, ani qasamni buzitib, sababdan qul azodlab ketdi degan ahvolda bu cho'ng'ondan keyin shu azodlab ketish ahvoli bo'lamdi desa bo'lmaydi dedi. Ya'ni qul azodlab ketmadi. Kichik vaqtida qasam sababidan qasamni to'mg'anlikdan mush qul azodlab ketgan ahvol bo'lgan bo'lsa, cho'ng'ondan keyin bu quldan chiqib qolmaydi. واختلف فيما حنث فيه في كبره وحلف به في صغره. Amda kichik vaqtida qasam qilgan, maoshni qilsam qulim azoddi. Kichik vaqtida u xatolik desamay bu. Qul azodlab ketishni qilmay, qasamni turibdi. Lekin cho'ng chog'da qasamni turamay. Undan keyin u qulim azod degan gap kuchga egami, ega emas bo'lmush ahvolda.
فالمشهور أنه لا يلزمه مشهور قراشتا قل أزت أميدو وقال ابن كنانة إمام مالك شاكت تتدو يلزمه ولا يلزمه فيما ادعى عليه يمين يلزمه يعني قل أزت وكت قلدو شو قسم كشكيغا cho'ng bo'lgandan keyin shu qasimida turolmay qolsa, qasimi buzutib qolsa, qul azat bo'lib ketadi. Va la yalzamuhu fima du'iya alayhi yaminun. Masalan, birasi ya shu qul masalan, ya kichik vaqtlarda sizlar bunda qasam qilganlar, ma'ishni qilsam, qulim azatda, endi ma'ishni qilaman, men azat bo'lib ketaman-da, deb bir da'vo qiladi. Tamam? Da'vo qilgan ekan, bu xo'jayinga qasam qilamni kim bo'lsa kelmaydi. Qasam kelmaydi. İmam Malikning qarashi qasam kelmaydi ekan. Vaqtulifa idza kana lahu shahidun wahidun hal yahlifu ma'ahu aw yuhallafu ma'ahu. Endi shuning bir guvohi bor ekan. Bir guvohi bo'lgan ekan, buning tarbi sal jallandiganda. Jallangandan keyin shu guvohi bu bir paket uningga yandash turib bu qasam ichib bilan qutulg'ash bo'lmaydi bence. İza kan lahu shahidun wahid degan hozir shu qulning shahidimi yo shu qasam qiluvchining shahidimi? Qasam qiluvchining shahidi bo'lib qolsa, da'vo qiluvchining shahidi. Ma İmam Malikning ustadida mudda'a alayni bekitishda ilmini buni qutulg'ashlar bor. Demak, da'vogarning bir shahidi bo'lib qolsa, ma munkir bo'lgan ekan, buni qasam qilamni kim mamdu keyin ixtiloblashtirdi. Fal mashhur annahu la yuhallaf, la yahlif. Wa ruya an Malik wal Layth annahu yuhallaf. Yahlif ma. Shikayt to'g'ri. Yani qasam qildiramdi, qasam qildiram. Qasam qilamdi, qasam qiladi. وحال البكر ذات الأب والوصي كالذكر ما لم تعنس على مذهب من يعتبر تعنيسها. İmam Malikning bir qarashida shu ta'nis degan hisob qilgan shunami? Bu hisob qilamiz degan qarashga asosan dadisi va vasiysi va ayda qiz bola bo'lib qolsa, shu ta'nis bo'lganga qadar, ta'nis chekiga yetganga qadar bu qizning ahvoli o'g'ilning ahvoliga o'xshash deb qarabdi. Fa amma safihul baligh balog'atga yetgan, dud balog'atga yetib qolgan o'g'ilga kelsak, fa jumhurul ulama ala al mahjura idza talaqa zawjatahu aw khala'aha. Ko'pchilik olimlar hajr qilingan bola, shu balig'kan bu, hajr qilingan cho'ng bola lekin dudkan bu. Ayolini taloq qilib qolsa, yoki ayoldan to'lib xul'a qilib qolsa, mada talaquhu va xul'uhu. Uning taloqi va xul'i kuchga ega bo'lib ketdi. İlla ibn Abi Layla ve Aba Yusuf. Faqat lam mush ikkaylan taloq bilan xul'i hisoblanmas debdi. Ve khalafa ibn Abi Layla fil itq. Yani ibn Abi Layla azat qilish masalasi kelgan chaqda burunqi tumay bu kuchga ega emas deganda taloq qilishmi? Azat qilish ahvoli kelgan chaqda qul azat qilsa kuchga ega deb turibdi. Ve qala al-jumhur innahu la yunaffad. Ko'pchilik olimlar jumhur hozir itqini kuchga ega emas dedi. Nima uchun? Chunki itq degan mol. Iqtisod ziyon. Bu taloq degan iqtisod emas demoqchi. Ve amma vasiyatuhu fala a'lamu khilafan fi nufudha. Anda shu dud cho'ng odam vasiyat qilib qolsa, vasiyati kuchga ega, bunda asosan talash tortish yo'q, buni bilishimcha deydi. Nima uchun vasiyatda ixtilof yo'q? Kuchga ega ekan vasiyat qilib qolsa. Nima uchun? Foydali vasiyat bo'lishi mumkin, zararli vasiyat bo'lishi mumkin. Nima uchun aytganda bu dunyodan ketgandan keyin bo'ladi. Dunyodan xotirjam ketib oldi. Bu mol-mulkim bo'lsa, cho'ng masala emas. Lekin hayot vaqtida mol-mulkim yuzbashlab qolsa, bu yani dunyoda endi bu o'zining foydalanadigan manfaatini quruq qiladi deb biz hajr qilayotgan. Dunyodan ketgandan keyin buni ish tugadi. Tugagan ekan, ular qilib qolgan mol-mulkni qanday vasiyat qilgan bo'lsa mayli. Boshqa foydalansa cho'ng masala yo'q. O'lgandan keyin bo'ladi. O'lgandan keyin.
ولا تلزمه هبة ولا صدقة ولا عطية ولا عتق. Bu as-safih al-baligh bir narsani hiba qilib tutdi, hisob emas. Sadaqa qilmasmi hisob emas, birsi binas bermasmi hisob emas, azat qilmasmi hisob emas. Wala atqun wala shay'un min al-ma'ruf. Uning boshqa saxovat qanday islamo hisob emas. Illa an ya'tiqa umma waladihi. Faqat o'zining ummi walad bo'lib qolsa, o'z didikidan farzand ko'rgan bo'lsa, bu didakni azat qilib qolsa, falzamuhu atquha. Shundan ummi valadini, balasining onasini azat qilib qolsa hisob qildi ekan. Shu ummi valad ham bir tarafdan erkinlikka dastlab bo'lgan, nusat qilinmagan narsa. Ham o'zining xuddi bu manfaati degan, o'zining balasining onasini azat qilgan nishogan ekan, bu manfaatli ishlar o'zining foydasi uchun deb hisob qilganmiz. Va hada kulluhu fil mazhab. Bu hammasi Maliki mazhabdagi gaplar. Wa hal yatba'uha maluha? An umwalatning o'zining iqtisodi bor desak, bu azat qilib qolsa iqtisodi bilan billah. Iqtisodimi o'sha ayolni ulab o'ziga agishib, ayolning qo'liga tushib ketamdi desa, fihi xilafun. Qila yatba'u va qila la yatba'. Wa qila bil farq bayna al-qalil wal kathir. Wa amma ma yaf'aluhu bi'awad, anda safih al-baligh bir narsa qo'ldan chiqarib turdi, lekin badal qarshilik qilish qilgan bo'lsa, yani so'zda qipto arqan ijara va undan boshqa qanday fa huwa aydan mawqufun ala nazari walihi in kana lahu wali. Wali wala qasa wali ise ahol qaraydi. Fa in lam yakun lahu waliyun quddima lahu. Agar wali so'msa walin tayinlab beriladi. Quddima lahu wali. Fa in radda bay'ahu al-waliyu. Demak, u so'zit qilgan bo'lsa, so'zitni vali hisob emas bu, inovatsiz degan bo'lsa, va kana qad atlafa thamana, u pulni buzib bo'lgan bo'lsa, lam yutba' min dalika bi shay. Fa in radda bay'ahu al-wali va kana qad atlafa thaman. Bir narsani setibdi bu. Setib pulni xajlatib qolibdi, shunami? Xajlatib bo'lgan bo'lsa, lam yutba' min dalika bi shay. Ya'ni hech chiqmaydi degandek bir gap kelmoqda. Va kadalik in attafa ayn al-mabi'. Yoki satgan narsaning o'zini buzutib qolsa-mu, yana o'xshash debdi. Lam yatba' min dalika bi shay. Ya'ni satgan so'zi hisob demoqchimi? Pul tugaganiga haydab qo'yganligi o'ylayman qaytarish. Qildigan ish yo'q unda. Va kadalika in utlifa aynul mabi' dedi. Qarshi setib olgan odammi, setib olgan tovarni iste'mol qilib qo'ygan bo'lsa, bu chaqda qildigan ish yo'q. Bo'ldi, so'zi hisob qilib ketdi. وأما أحكام أفعال المحجورين أو المهملين على مذهب مالك، المحجور حجر قلن الله يا كأشندا أتسز وصيسز كباران تشلم قارن بالله، bunun ahkamı kâsek فإنها تنقسم إلى 4 أحوال، فمنهم من تكون أفعاله كلها مردودة. Birinci kısmı ona hem işleri inavatsız olup gidiyorlar. Ve in kana fiha ma huwa rushd, yani doğru iş olsun inavatsız. Ve minhum duddu hada. Bazıları var, xuddi hata olsun hesap degende. Yani hem işlere küçük iyi olduğuları var dedi. Yani hata iş olsun küçük iyi olduğuları var. Ve o en tekuna ef'alu kullaha mahmul ala rushd ve in zahara fiha ma huwa sefah. Doğru ki. Ve minhum men tekuna ef'aluhu kulluha mahmulatan ala sefahi ma lem yetebayyen rushduhu. Yani bazıları var, hemine küçük iyi yemez deyimiz, ta ki aşın inası rüşt boğan kadar. Ve aksa hâzâ eydan. Yani hemmine rüşteyimiz mâ lem yethbutul es-sefâh. Ve huve en tekun efâlu kullaha mahmul Allah rüşt hatta yedebeyen sefahuhu. فَأَمَّا الَّذ۪ي يُحْكَمَ لَهُ بِالسَّفَهِ وَاِنْ ظَهَرَ رُشْدُهُ. Doğru işini kılarsa, özü menfaatlik iş kılıp iktisadın qo'llaydigan holatda bir ishni qilsa-mu, yana bu sefah hisobida. Qanday odam bo'lsa, فَهُوَ الصَّغِيرُ الَّذ۪ي لَمْ يَبْلُغْ. Balog'at kelmagan kishi bola, bu to'g'ri ish qilsa inovatsiz deydi. وَالْبِكْرُ ذَاتُ الْأَبِ وَالْوَصِي. Yana dadisi va vasiysi bor bir qiz bola bo'lsa, مَا لَمْ تُعَنِّسْ. Shu o'tirib ketmaganiga qadar deydi. Alamada bima ya'tibur ta'nis. Shu o'tirib ketishni hisob qildiganlarning qarashi bo'yicha ma'lum tu'annis deb bekitib qo'yamiz deydi. Al-bikru zatul ab wal wasi bumi u rushd ish qilgan ahvolda safah holatida hukm qilinmaydi. واختلف في حده اختلافا كثيرا من دون 30 إلى 60. تعنيس chek chegrasinaga qadar esa
30 yaşdan 60 yaşga qadar deb baqqanlar bo'libdi. Har xil deb baqibdi uni. والذي يحكم له بحكم الرشد وإن علم سفهه dört olsunmu, dörtlükü ma'lum bo'lsinmi, Rashid deb hukm qiladigan kishilar femina safi idza lam tathbut alayhi wilayatun min qabl abihi. Dadisimi igi bo'lanmagan wala min qabl sultan qozi umi igi bo'lanmagan ayni tashrif qilgan ayında bolalar edi. Dört bola bo'lib qolsa, mana mashhur mazhab Malik bu mu dörtlükü ispatlansa rushd altida. Çünkü bunun hech kim igi bo'lgan odam bo'lmagan, u ilm satamisini o'zi qilaverdi dedi. Xilafan ibn al-Qasim. Ibn Qasim cho alladhi ya'tabiru nafs ar-rushd la nafs al-wilaya. U igi chaqa uni deb qaramaymiz. Bu rushd ahvoli bo'lib qolsa, rushd hisob. Ama safah holatini qilganim bo'lsa, safahlik hisob dedi. Wal bikru al-yatimatu al-muhmalatu ala madhab Suhnun. فمن هذه السفيدة عندنا هذا والبكر اليتيمة المهملة على مذهب سحنون. سحنون قرشنما مهمل لبقى يتم قزوالما شنداكين. Yani bu ikisiz boğan iken onun nasıl hesap bulaverdi dedi. Tasarrufatı hesap buldu dedi. Ve emmellezî yuhkemu aleyhi bis-sefe bi hukmin ma lem yadhar rushduhu. Yani buna inası rushd bo'lmasa bu safahla hukm qilib o'tmaz deb qargan kishilar qaysi esa فالابن بعد بلوغه في حياة أبيه على المشهور في المذهب. Dadasining hayotida balog'at ketgan bola Imomalik mashhur qarashida. Demak bu bola qanday qilgan emas, inas rushd bo'lmasa shu safah holatida deb qaraydi ekamiz. Fa in anastum min rushdan degan. Gerçi o yetim masalasi kelgan bo'lsa-mu, burunga mahjur holatida davomlashadi demoqchi ekan. Wa halul bikr zatul ab allati la wasiya laha إذا تزوجت. يعني dadisi bor bir qizken allati la wasiya laha. Dadisi bo'lganiga vasiyat etmasinmi? Allati la wasiya laha. Wa halul bikr zatul ab allati la wasiya. Demak ham dadisi bor qiz deydi. إذا تزوجت ودخل بها زوجها to'y qildi. Eri bilan birga bo'libdi. Lekin 3-shart bor. Inasi rushd degan aniq bo'lmabdi. وما لم تبلغ الحد المعتبر في ذلك من السنين عندما يعتبر ذلك. Yaşı toşmagan bolsa, mesela 30'ını belgilse 30'unu toşmagan bolsa, 40'ını belgilegen bolsa 40 yetmegen bolsa, 60'ını belgilegen bolsa 60 yetmegen bolsa, muş qarashga asosan bu mu as-safatga davomlashgan bo'ladi deydi. وكذلك يتيم التي لا وصية لها على مذهب من يرى أن أفعالها مردودة. ينا وصية yok yetim. Muhmel demek için nerede? Muhmele. Muhmelenin mu? Bazı alimler bunun işlere inavatsiz deb turgan. Muşu inavatsiz deganning qarashida bu muhmel yetimenin tasarrufatlari mu kuchga ega emas demoqchi. Mush qarashga asosan. وأما الحال التي يحكم فيها بحكم الرشد حتى يتبين السفه. أمدا رشد hükmüne hüküm kılıyoruz ta ki sefa ispatlanan kadar diyen kaç ahvalsa فمنها حال البكر المعنس عندما يعتبر التعنيس. Oturup ketişini göz tutganlarning nazarida to'y qilinmay oturup ketgan qiz bolaninki hukmi bu rushd holati dedikimiz buni. Yani bu şu 30 yaşga chigan chaqda muannis bo'ldi deganlar 30 yoshga chigan chaqda bu qiz yani to'y qilinmasa bu chaqda tasarrufat hisob ekan. Ya 40 yosh ya 60 yoshga ketganlar shunda ta'nis isbotlangandan keyin buning safa holati tugadi hamda rushd holati boshlandi deb qaraykan. أولتي دخل بها زوجها يا كندا يرولن بالولد ومضى لدخول الحد المعتبر من السنين عندما يعتبر الحد أش برجل إشكيل يتجل دب أش جلاني سبقا غلبات دعوان كم توي قلب يرولن بالولد برجل إشكيل يتجل أوتقام بوسا شو جل أوتكتكن يكلام رشد حساب سفه تقدر ليكن حجر تقدر ليكن. وكذلك حال الابن ذي الأب يعني دلصابر بلا إذا بلغت كتبته وجهلت حاله على إحدى الروايتين
Balogat ketgandan keyin buni ahvoli bu rushd bormi yo'qmi, inasi rushd bormi yo'qmi deganda biz uqmaydi ekanmiz. Ixtibor bo'lmoqda. Bunda ikki rivoyatning birisida inasi rushd bo'lmasmi, buningki rushd holati deb qaraymiz deydi. Yani safa holati tugide deb qaray ekanmiz. Wal ibnatul bikr ba'da bulughiha. على الرواية التي لا تعتبر فيها دخولها مع زوجها. يعني بالرواية أكتب أرولم باللوم مسمى بلاغتب إناس رشتم قيس بولدو دب جمهور لهم بوان قرش واقو شو قرش أساسا بلاغت كي يتكلم قزولب قاسا ونن صفحات تتقى برشتات باشلاند ديكن. فهذه هي جمل ما في هذا الكتاب والفروع كثيرة. مش بابتا jig'inchoqlam bayon qilgan masalalar shu, lekin furuatni bir-birla bayon qilsak bakchiq buni maktabda bayon qilinmaymiz. Vallohu a'lamu bis-sawab. Subhanakallahumma va bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.